被俘获的塔塔尔人送一点去，多送一点，到他们喝醉为止。是。来，再来干一杯！哎，塔塔尔人都起来喝马奶酒了！你们的扎林布和不是已经死了吗？就当是死了一个病羊一样。反正你们以后成了我们可汗的部众，这是一件多好的事情啊！啊！哼，算了，你们是谁呀？是扎林布和的什么人？最亲最近的，也就是个文户奴隶。换个主人，照样吃饭干活。我们可汗让我送马奶酒来，如果你们高兴的话，就喝喜酒；不高兴的话，就借酒浇浇愁。反正马奶酒是不分敌人和朋友的，谁喝到肚子里啊，谁最舒服啊！哎，这位将军，你们把我的女儿带到什么地方去了？你的女儿被人抢走了？不会吧？可汗说了，战利品和俘虏一起分配。是带走了，一个30多岁的汉子，好像是你们可汗的纳克尔。哈，那没关系，我是可汗的众人之长，你只要指出是哪个混小子抢了你的女儿，我让他从此再也喝不了马奶酒。好吧，跟我来吧。是老温，去叫你妹妹来。是。好久没这么痛快了，真痛快呀！还是中原人好啊，他们睡床那东西得有4条腿儿，知道吗？像马？不对。那像牛？哎呀，也不对。一定像骆驼。哎，你就不能说点草原上没有的东西？去吧，去吧。是，可汗。快走吧。哎，你放心吧，他是个好人。我告诉你的话，你都记住了？啊，记住了。只是我有些害怕。不要怕，一切有我呢啊！走吧。什么人？是我，是老文。这是可汗要找的人，我带他过去。走吧，爸。去吧。可汗跟我说了，他什么人也不见。我知道了。哲别，木华黎也在这儿。是众人之长吗？可汗什么人也不见。我不是要见可汗，我在寻找一个人。到这儿找人，找什么人？一个发情的儿马子，他不顾可汗的命令，抢了这个人的女儿。你为什么认定那个人一定在这儿？别的地方我都找过了。好吧，我们当值的人都在这儿，你自己找吧。叶克彻连，你过来，你看看是不是他？这可是掉脑袋的事，你可要看准了。不许说话！叶克彻连，你仔细认认，到底是不是他？有点像。什么？好像个子没有他这么高。你再看看别人。
是他，是他，就是他抢了我的女儿。哼，赤老温，你对这事儿怎么说呀？我无话可说。老兄，你对可汗有救命之恩，想要个女人，让可汗赏你一个吗？何必要抢呢？没办法，只有先把你抓起来了。Tuzitqiman. Mening qo'limdan har qanday ish keladi. Shug'ullansa tuzit qilishni toza bilmayman. Uning qiziqini. Buni sizga deb beramayman. Egar to'qilmagan oyga o'xshamabsan, ha? Avval qamab qo'yib turay. Seni at qag'animiz o'zi bitirib qilsin. Aytma lan. Chilag'on, yuring. Shu yerlari tatarladim bo'laman. Bu yerga qanday kirdingiz? Qag'anim. Uni men kirgizgan. Qadag'an? Siz o'rlashtirganmi? Sizning ismingiz nima? Yasugan. Talani qaysi o'rgatchi? Men. Nemiz qag'anim. Top 5 gelmek deb qo'y. Farmonimsiz hech kim bu yerga kirmasin. Xo'p. Shu yerlari o'zlarini parakanda qilib qo'ydim. Oldinlarda gunoyimni tilayman. Qo'rqmang. Men sizni aybga buyurmayman. Bekçilerlik gelsiz. Aytma. Sizga qanday qilgan bersam bo'lar? Qag'anim. Men qo'llardagi bir asir. Men undan demay. Odatdagi odam yoki qulchiyorlar qatorida ko'silmi? Men zo'r shafaat qilgan bo'ladilar. Dadam yoki charam uni tatar. Jalim buqaning kaynidagi oqsoqol. Agar o chin samimiyati bilan menga bayat qilsa, uni o'ldirmasdan, balki qo'l ostimda sarkarda qilaman. Rahmat qag'anim. Bo'pti. Hozirdan boshlab siz mening Yasugan xotinim bo'ldingiz. İltifatlarga hech qanday qag'anim. Mening yana bir ochim bor edi. Ochingiz? U nima bo'ldi? U mendan chiroyli, mendan chechan. U qag'animizga xotin bo'lishga eng loyiq edi. Rost shundaqmi? Sizning oldig'inim yo'q. Deganingizdek bo'lsa, odam avatib, izzitib boqay. Navada tepilib qolsa, o'rningizni o'tinib berishga rozimisiz? Agar qag'anim iltifot qilsalar, ochimga o'tinib berishga roziman. Ruxsaringiz guldek soyib jamal bo'pli qolmay, yana ko'ngli ko'ksingizmi daryodek kengan. Keling. Keling. Qag'anim. Kelma. Farmonim yetkizinglar.
Tatar əsirlər arasındaki Yasu isimli bir kızını izlanglar. Tapqan aman, aldımını hep kelinglar. Hop. Qağanım, akşam Tatarlarning aqsaqili Yakacharanning deyishcha, sizning navkarlari uning qizi Yasuganni bulab ketibdi. Ha, uqdim. Berib Yakacharanni boshlab kel. Qaynatam bilan tanishib olay, ha? Qağanım, hech uqmadingmi? Ha, endi tushundim. Tushungan bo'lsang, momamsan. Birash komiti, qog'onimizning farmoni bo'yicha Yasa ismli bir tatar qizni izlayapmiz. Shu. Bu tarafni qo'ymay izlanglar. Qasan, sizga tatar yigitlardan qochini taqsimlabdi. Nima? Ayollar bilan bolalarni qo'shganda 3000 ga bora. Shunchaligirak. Texi sonini ep bulamidi? Hey, siz Yasu ismli bir ayolni ko'rdingizmi? Yo'q. Hey, uni izlab nima qilasiz? Subotay! Yasu tepildi! Nerede iken? Qo'rchini ovladi iken! Nima ish qilayotganmidi o'z? Qo'rchini xotinlik qilmoqchi iken! Qog'onimizning u ayolni tepkinlar deganini bilmadingizmi? Bilaman. Lekin u qog'onimiz 30 soyib jamoatli xotinlik erishimiga lavz qilgan deydi. Qog'onimiz rost shunday lavz qilgan. Endi qanday qilamiz? Bu ishni bir odam bajaradi. Kim? Kelma. Öz gibimizga kelsak, men bu qiyallarning to'pkar vaziri. Qog'onimizmi? Men nima desam ma'qul deydi. Ma'qul to'qol bo'lsangiz, baxtingiz ichildi. Ha? To'g'ri. Ha? Kelinglar. Ha? Keling. Kelinglar. Kelinglar. Özün bir tepkili bende. Bunu bir konular. Qağanımız olcularını özünün qılıb aladigan konu qaydını özgertdi. Ama olcularını toplab, andan qağanımız özü her kimnin körsatgan xizmetiga qarab bölüp bergan bo'ldi. Bu qitim körsatgan xizmeti mush o'tini erishga xizmat ekan. Aldırma. Nayaga. Bu qitim körsatgan xizmetingiz bu ayolni erishga arziydi. Siz sen! Yo'qol! Estağfurullah! Qog'onimizga salom! Yashil xalqqa salom! Yashil xalqqa salom! O'ltiringlar. Bugun yig'ilib bir qurultay ochamiz. Gerçi qog'on bo'lsam-mu, lekin barliq sarkarlar ham qabila mo'tavarlari birlikda qabiladagi cho'ng va muhim ishlar ustida qurultay ochib, o'rta qaror chiqarishdan iborat ota-bobomizdan o'dim qolgan ko'ni qoidani bekor qilsak bo'lmaydi. Ammo ilgirki o'xshamaydigan yeri shuki, ig'ir xatolik o'tkazgan sonig'un sarkarlar va qabila mo'tavarlarining maslahatga qatnashish salohiyati bo'lmaydi. Hozir Dag'aratay tog'am so'rindan chiqib ketsin. Xotinim bilan ana achamni bo'lgan markitlarni To'g'rilxonning ulug' qo'shini yo'qotdi. Yomon bo'lgani shuki, bosh sarkarda To'xtuga o'g'li Qut bilan Nayman o'g'lisidagi Tayonxonning huzuri qechib berib olg'ashqa, ularni jazoga tortishga amal qilamadim. Lekin Ko'ktarning maditi ham Suldur tuxumning ayvisi bilan jonim boqib tatarlarni bo'ysundirdim. Beqingan va asirga tushgan tatarlarni har qaysilarga nemishqi bilib berganligimni bilamsizlar. Jurchadey tog'a, siz de bakın. Sarkarda cheriklarni düşmanlarni botirlik bilan qirishga ilhomlantirish uchun tortotdilar. Yo'q. Merhum atimiz Yasugayning tatarlar tarafidan zaharlanib, ko'z yumish oldi degan gaplarini unutib qoldingizmi?
Esimde kalışça. Yensüge aksakal köz yumuş aldı da. Küllerinin bir de evlatlarım kısasını alıdığan çağda tutuvagan Tatar erlerinin bu harı çakıdın aşkınlarının birinin koymay kırıvet son dep vesiyet kaldırgan. Belgitey, senen çıkan aksak bula. Ben o işte düşmelerini kırışık doğru kese közümden mit mi kıp koymayman. Lekin koladı tümlerinin sonuğum yok eserlerini kırışıkka. Kolum bamaydı. Şundak mı? Esimde kalışça merkitlerge hücum kılganda koladı tümlerinin sonuğum yok eserlerini kırdın bu deymen. Belgitey tağa, şu çağda Tatarlarının üç mehrum boğumuzda kandak öldürmetkenliğini göz aldığınıza keltirsinizler. Kolunuz var odu. Aka, hiç vakası yok. Biz Akkuk'la sizge yardımcısımız. Bolada, bugün yerim keçidin eti taladıkça bu işini çokum becerip bulunuz. Permanın boyunca bir tutaş hareket kılısılar. Hiç kimler ehimlilik kılışıga, sırrını aşkarlap koyuşuga yol koyulmaydı. Afet uğrağıdan birini kaldırıp koysak, üç merhum boğumuzga asilik kılgan bulunuz. Ata, işiniz var mıydı? Bu yakın gel. Baya Kağan kurultay açtı mı? Ata, biz atı bala Kağan'ın alaydı şapaydığı erişkenkenimiz artık işler arlaşmaylı, ha? Ondaq deme, kızım. Her qancha Şevket saltanatga erishgan bo'lsang-mu, o'zingning Tatar ekanligingni hargiz unutma. Ayta, qolgan Tatarlarni qandoq bir taraf qilmoqchi ekan? Ata, so'ramayli qo'ying. Esingizda bo'lsin, kashda hargiz chidirdan talog'i chiqmang, ha? Nima ishqa? Ata, men qaytay. Ishkana oyoq berib qarab beqala. Nima ish bo'ldi ekan? Xo'p. Hay. Belgitey sarkardimi? Ha, ya kechara. Qizingizni yo'qlab keldingizmi? Ha. Qolgan Tatarlarning hammasini qirib etadigan deb anglayman. Rasmi? Ha, yo'q. Qolgan bu yag'ir o'chog'idan oshgan erlarni qirib etamiz deydi. Ha. Biroq siz bundan mustasno. Shundaqdimi? Taqas bo'ling. Ha? Baba, çoğunluğundan fermanını icra kılığınız yok mu? Tatar erlerden ming adam sapsaq turibla, biroqli jinidan judo bo'lib, arvoqqa aylangan bo'ldi. Nima degan ichinishlik ish a? Lekin çoğunluğundan fermanı boysunmuşsunuz, çoğunluğundan çoğun sizine eyipki buyuruydu de. Benim bir amalim var. Dep baqa. 500 adamni burunqi el kavimlerimiz arsız çeçitip, kalgan 500'ni kırıversek, çoğunluğundan ölüklerini bir sınap yürümez. Qirildgan aşı 500 kishiga mu odamning ichi serildi. To'g'ri degani yo'l yo'q. Kim deganda 500'ning hayotini saqlab qola olamiz. Undaq bo'lsa, og'zimizdan chin tuvoqlab bu gapni hech kimga tushunmaylik. Yaku. Yasurga odamlarni boshlab avlni qamal qilala. Hech kim kirib chiqmasin. Ma'qul. To'g'ri. Apama shiqillar men bilan berib saqlab qolmoqchi bo'lgan u 500 tatarni o'rinlashtiraylik. Chatoq bo'ldi. Oqshomliq Temirchin hammamizni qirvatmoqchi ekan. Qo'limdagi o'zimlarni qo'g'dirlab bo'ladigan har qanday narsani elib olaman. Temirchin hammamizni qirvatmoqchi ekan. Temirchin farmon tushiribdi. Bu yorug'i chaqdan oshqanligi tatar erlarining hammasini qirvatdi ekan. Temirchin tatarlarning hammasini qirvatdi ekan. To'xta! Nagmanda. Bu yoqni aylanib kelaydi dedim. Tatarkan, tutula. Hey, qo'yib etula. Men qolganning qaynotisi. Fuka, unutulim sen. Tanımayman. Ağlasam çoğundan iki tatar ayolda toqa xotuluq algan ekan.
Ondak bolsa, qanday qilamiz? Gap yeyilib ketishdan ensirsak, hech kimga to'ydirmay ujuqshiy deyli. Yo'q, meni o'ldirma la. Unda qilma. Berib dadalani chaqirib kelala. Qasar! Qasar! Men yekecharan! Meni qo'yib etala. Qo'yib etala. Hey! O yekecharan. Yasi bilan, yasigandan tartisi. Qandaq? Meni endi qo'yib etmamsizlar. Bo'ldi. Ketam. Aytib qo'yay. Kallam ketmisin desang, yegansiz shashatdek uyoq-buyoq qatirab yurma. Yürü. Men ambag'ayning ro'yi bo'lman. Tatarlar oltin xonga tutib berib, menga o'xshash chaharmoqni maqlab o'ltirgizayotgan o'kin barqaqning ro'yimi keldi. Yana tatarlar yilqi o'g'risak paskashlik qilib zaharlab o'tirayotgan Yasugay Botirning ro'yimi keldi. Merhum bo'g'larim, Temirchin endi qisos bilan oladi. Erişip karşılık göstergeçke nurgun adamlarımız öldü. Çoğun birisi şehp yerip koygan gep. Kandak kılımız. Kırala. Totmay kırala. Kabile üzden yürüp kırala. Hop. Çok da dur. Eleki Yasugen diyen iki ülgür Tatar ayalımı bağlap hep gel. Hem serkertle canıp tikiciliğinizin. Hop. Yasugen! Ata! Kulak Seleş! Sen peskeşler sırrını aşkarına koyuştun mu? Biz kurultay kenlaştı deyişken geplerini Tatarın ağa size yetkizge okşumamışsın ha? Yo'q, biz emas. Qag'anim, hatta dadam mendan so'ragandimi, zodini tinmadim. Yashugan, o'rningdan tur. Bu qanishib xo'rda ketgan zolimni tuzanma. U tuzlanishga arzimaydi. Zuvanını çık! Sen zehirlik ilallarını şapaat kılıp to'qal qatl qildim. Kurultay kenlaştı seni çıkır etmedim. Lekin sizler muşundaq mo'yinlaq bekishni dadanglar oshkorlab qo'yg'ashqa Tatarlar qattiq qarshilik ko'rsatib nurg'un sarkardichiliklerim o'ldi. Sizlar yeni yashash tamasizmi? Yo'q, biz emas. Yakacharen, bular emas deyapsan. Dada, endi tushuntirishning hojati yo'q. Yasugen, canım kızlarım, sizlarni men balo qo'ydim. İş aydonlashdi. Kelama! Mushu o'lgur Tatarlarning oldida ikkisini qilsin ola. Neyse! Kızlarım! Topala! Ulan öldürme ola!
Kağan aka! Sırrını ben aşkarlap koygan. Sen? Tülügün keş kirgende yakacayran, Kağan tatarlarının anısını kıyıt etken dep anayla rasmı dep soruydu. Yalgan etişini kıllaştıramay, rast gepmi dep saptı mı? Yakacayran, rasmı mı? Şundak. Yalgan gep kılamıdın degen. Samimi ikensen ha? Bilemsen, muşu bir eğiz gibi olan, bir keçirli kancık Moğol serkerin çeliklerimiz Tatarlarını kulu öldü. Kağan aka, ben... Anala, bunun dinken her bir işlavsız ötküzüldüğün kengeşke belgüte katlaşmışsın. Sen sırtiki uruşçudan, uğurluk, saktipezlikleri çağır gördük Ayşal Başkor. Kurultay tügep, işini boğanda, andın kirisen. Yesi geni koyut ala. Bana çıkılmağla. Ben kaynımdakiler bilen bizi ölüme. Aça. Kağanның yaskı boyunca ben ölüşke haqlıq. Ondaqtı Tatarlarga sen haber bergen haber berişke fırsat bolmadı. Fırsat bolgan bolsa, çoqum meni tuqqan hem beqip östürgen Tatarlarımı haber berettim. Navada, bugünkü iltifattan xudumni yo'qitib, rahat paragatni ko'zlab, urug' tuqqan, yurt qayınlarımni unutup qalsam, vicdanımdan keşken bolmaymanmi? O çağda xudu boy Kağan degen zahirlikilerni omaq öz bolmamdimi? Sına ebliş onun emine kısas kırakıtırın boğan Tatarlarını öldürmesi kim gerekken de? Şundaq. Bana ata qilgan bir keçilik iltifatlarga rahmat aytish uchun sizlarga bir ig'iz gap qilay. Ayta. Yaylaqda hukm sürmekçi bo'ladi ekanlar. Bu Tatarlarni qo'yib yetishtir kerak. Sen bir mazlum, nimeni bilettin? Men bilaman. Jamoqa bilan Targ'utday 70 Toshqozonda asirga tushgan Chinusonni pishirgandan keyin nurg'un el qavm o ishki zolim oqsoqolni tashlab ketdi. Agar bugun bu Tatar erlarining hammasini qirasizlar, sizlarni Jamoqa bilan Targ'utday o'xshash zolim qilgan bo'ladilar. Ularning buguni sizlarning ahdlari o'tib qoladi. Meni qanqa atamsan? Neçe ming yıldan beri Herat hükümranlık tanışı uğraşıp qandoq almış kelayotganligini bilemsen? Men sizlarni Yaylaq Botir deb chaqlab bu gaplarni qildi. Qag'an, agar sizlar qarshilik ko'rsatgan dushmanlar bilan raqiblarini o'ltirmasizlar, ularni qo'rqitamaylar. Lekin al bo'lgan dushmanlarni o'ltirmasizlar, barliq dushmanlarni ham sizlarga al bo'lish niyatida bo'layotganlarning hammasini Mo'ng'ullar bilan jon tikib elishga ilhomlantirgan bo'ladilar. Asirlarni qirg'onliqlari amaliyotda o'z sheriklari bilan al qavmlarini qirg'onliq bo'ladi. Yaşayaca! Ben sizden tanıyorum ben. Sizge kutuk, bunu biliyorum. Ben bu Tatar, yeni gelip boyum arı bıçakını aşka Tatar evlirdir. Yoksa sen anamla bir kolluk bakan oğlu hemini yetçemet kıyırım dişin. Ondak bolsa, anamın yüz hatırısı için ben sizge bir teklif vereyim. Kağanım sildi sonra bakay. Sır Tatarlarını kırganda ölgen yarlanan serkeriçiliklerin sani, Jamoqa'mla uruşkada ölgen yarlaganlarını gidemeyecek. Şundak mı? Ondan muvaffıklar bir kollaganlıklarının bedeli. Bay Yaşayaçam doğru dedi. Kısa silip ardımızını aklaş için toxtumay uruş kıldılar. Bunda kılıyı rastlasının tümürçün ölge Jamoqa, toxtuğa, mevgüçün selgüttü ve ölgünlük uzun bonuğa Jamoqa bilen yin tarıkları boludu. Meni kalbimdeki tümürçün Kağan, bundak bulmasılık gerek idi. Sizi tekimiz yükseklikte, tekimiz yıraklı görüşleri gerek idi. Tömürçün! Öldürmemdiler! Keni bizni qandoq o'ltirmoqchi bo'layotdilar? Kağanım, öteyli! Toxtat tursula! Tömürçün! Ben Moğollarının bir yaxşılık bilen bir yamanlıkını unutmaydıqalarını bilemen. Doğru, ben silinin kısaslık rakıptı. Andola'yga ziyankeşlik kılgandı mı? Ya sügeyni zehirlegendi mi? Men ba? Ula için xuddi öleşke manı men razı. Fakat kavim karındaşlarım bilen iki kızımga başpana bulaşlarına ötenemen. Ata! Ya sügen. Tömürcün, neçe min yıldan buyak yaylaq hükümdarları içindeki en dana, en uluk basıban. Benim ölümüm tüpeyli, onunla boğan sadakatımla sus içip kalmışsın. Şundak bolsa da, ölsem mi armansız ketemen? Ata!
Sizdek bir azimat yaylaq batırını yerimga tatamağanlığımga ömür boyu ökünlüğün boldum. Kök tanrım sizden dana, akıllı kızınız Yasin'i bana ata kıldı. Ben onunla her kandak çağda beni severlik ötküzmeslik devlet kıttırış hukukunu berimen. Hatta eskertip koygan ya ki çişimi tiyip koygan halettim bunu eğip ki buyurmayman. iş var edi. Bu özümün husus işi. Lekin qolgan bo'lsam-mu, özümge yarışa ani işlerim bo'ladi. Shunaq qo. Bu yerda qadrlik dadamning tanlab bergan xotin. 4 o'g'limning onasi. Ko'p yillardan beri hayot mamatda, jabr jafolarda birga bo'lib keldik. Mehr muhabbetimiz bu, xeyli chuqur. Shundoq bo'lg'achqa, necha yildan beri bir kichik xotin yoki to'q qalmoq olmadim. Rastini esak, Xurchining 30 xotin alsima tegi. Bir noram bulib kelsam, uni boshqa tatib oldi. Chaqchaq qilmala. Chaqchaq emas. Rastini da'vatman. Qag'anim, sizlar 300 ni asli bo'ladi, lekin 30 ni chiqarsizlar. Hech kim aytmaydi. 300 xotin uyoq tutursun. Bu qatam tatarlarni tinditish davomida Yasi bilan Yasigan ikkisi to'qol xotinlik qilib qo'yib, buni o'rtaga nima deb tushuntirishni bilmayapman. Qag'anim, siz bu ishga kelganda sen oldinroq qilib qoldingmi? Bu mening o'zlariga bir necha to'qol asli bo'lmaydi deganligim emas. Xanzu xoqonlarning Arab xonlarida 72 to'qoli bo'ldi ekan-ku. Shundan ilgari bo'rta uni xotinga tushuntirib qo'ysa o'tdan bo'ladi ekan. Biroq ishki to'qol xotinni boshlab pasla, uni xotin cho'qib hayron qoldi. Agar shu vajidning qog'oni bilan uni xotinning er xotinlik munosabatiga ta'sir etsa, butkul qiyon qabilasi baxtsizlik urishadi-da. Xurchi, bu genç qog'onimiz ikki to'qol xotinini sizga tartib qilib bersa bo'ladi ekan-da. Nega gulishlar? Qog'onimiz 30 xotin ilishimga lazim qilib tursa. Ay, Xurchi, bo'ldi, sizning ishingizda keyin deyishayli. Hozir qog'onimizning ishi muhim. Aras, Xurchi, aldirab ketma. Avval qog'onimizning gapini anglab boqaylik. Menimcha, aranglardagi sarkarlardan biri avval berib, bu yerda ulug' xotinga ahvolni tushuntirib xizmat ishlab boqsa deyman. Mal qaraysizlar o. Men faqat jangga yarayman, ammo bunday ishni atlashtirmayman. Men o'chi bo'lganda, Bo'g'irchi qog'onimiz bilan uzun yil birga yurgan ham top ishi. Shu eng muvofiq. Yo'q, ayol kishi bilan gaplashib, telefonga olishib tayoqda qaytib qoladi. Hey, Bo'g'irchi, xotining ayol emasmi? Hey, Bo'g'irchi rasmi olib kelmaydi. Hey, sen muvofiq. To'g'ri, u muvofiqdek. Enim subutay avval yo'lishsin. Chaqchaq qilma, men muvofiq emas. Sen muvofiqsiz bo'lsan, muvofiq. Sen muvofiqsan. Qog'onim, men berib boqay. Ana, sarkarda muqoli kapdi. Muhim bir ish to'g'riliq siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Tatarlarni yo'qotdik deb xabar kelgan-ku. Chaqqan kirsin. Ma'qul. Sarkarda muqoli. Ulug' xotin aman turdimi? Sarkarda muqolli, yerim kechada ovulga muhim ish bilan kelganmidingiz? Ayting. Hey, nimishqa gap qilmaysiz? Qog'onning salomatligi qandayroq? Qog'onimizning salomatligini ayt yaxshi. Undaq bo'lsa ballalarim ularni ayt yaxshi. Sarkardalardan birasi birning bo'lmagandi? Yo'q. Zodim nimish bo'ldi? Muqolli. Hayron qilyapman. Oldirab qaytib kelib, muhim ish to'g'risida men bilan ko'rishmoqchi bo'lgan odam nimishqa bir ig'ism gap qilmaysiz? Ishqillar chiqib turinglar.
Muqali. Değişik hicil buladigan gapingiz bormidi? Ulu Hatun, sizlarga deydigan bir yaxshi ish, yana bir yomon ish bor. Avval yaxshi ishni deymanmi yoki yomon ishni deymanmi? Men hech bilamadim. Yaxshi ish odamni xushal qiladi, yomon ish odamni qayg'uga soladi. Agar yaxshi ishni avval anglasam, cho'qim avval xushal bo'lib, keyin qayg'uraman. Yomon ishni avval anglasam, cho'qim avval qayg'urib, keyin xushal bo'laman. Avval yomon ishni aytib beqing. Ulu qolgan sarkarlarning nasihatiga quloq solmay, ikki tatar go'zaliga oshiq bo'lib, ularni ikkinchi, uchinchi to'qol xotinlikqa oldi. Nima? Yaxshi ishchi. Ulu qolgan sarkarlarning nasihatiga quloq solmay, ikki tatar go'zaliga oshiq bo'lib, ikkinchi, uchinchi to'qol xotinlik oldi. Bu yomon ishni deb bo'ldingiz. Yo'q, bu yaxshi ish bilan u yomon ishmi o'xshashli bir ish. Nima dedingiz? Hech tushunmadim-ku. Burun qolganimiz bir ayolga, ya'ni sizlarga oshiq edi. Hozir tangda ikki ayolga oshiq bo'lib qoldi. Bu sizlar uchun aytganda yomon ish. Burun bo'lsa faqat sizlar bir ayol qolganimizga kuyinatdilar. Mana endi yana ikki ayol sizlarning o'rinlarida qolganimizga kuyinadigan bo'ldi. Bu albatta yaxshi ish deb o'ylayman. Lekin boshqalarning qolganiga mening o'rnimda kuyinishni xohlamayman. Bo'ladigan ish bo'ldi. Endi o'rniga kelmaydi. Ulu Hatun, agar qolganimizning yuz xotirasini qisla, kang qo'saqli qilganliklari uchun u sizlarni cho'qim texin hurmatlaydi. Ulu Hatun o'rinlari mangu o'zgarmaydi. Mana bu yaxshi ish. Navoda sizlar qolganimizning ikki to'qol xotin og'anligiga o'chiq qarshi turib, qolganimizni to'siyolgan holatdami? Qolganimiz shu tufayli erishmoqchi bo'lgan narsadan mahrum qolgani uchun cho'qim sizlarga adolat saqlaydi. Mana bu sizlar uchun aytganda yomon ish. Yana kelib chekiga yetgan eng yomon ish. Qolgan meni ko'ndirishga sizni evatdimi? Yo'q. Qolganimiz boshqalarni evatmoqchi bo'lib edi. Hech qaysi unmadi. Shunga men o'zim talab qildim. Nima bunday qilishni talab qilib qoldingiz? Chunki sizlar qolganimizning to'rt o'g'lining onasi bo'lganliklari uchun oranglarga so'rashib tushib qilishni xohlamadim. Undaq bo'lganda qolganimiz ikkilari baxtsizlik uchrab qolmay, balki Mo'ng'ullarning hammasi baxtsizlik uchraydi. Bu gapchi bo'lganda, mayli men xohlay yoki xohlamay, u niyatidan yonmaydi ekanda. Qandaqda ta'sirlari bo'lsa deylasizlar. Muqali. Berib temirchinga deb qo'ying. Qolganimizga nima deydiganligini tushundim. Qolganimizga ayni yili otimiz Yatsiga qabila oqsoqli bo'lganda bir nechta to'qol olgan ekan. Temirchin bo'lsa qolgan bo'ldi. Albatta nechta xotin to'qol ilishga axloq. Temirchin qolganning avval odam evat deb bu ishdan meni xabarlantirishning hojati yo'q edi. Chunki xotin to'qal erga al qavm qolganga bo'ysunganligi qilsig'maydigan qoida. Eng qadrlaydigan, eng kuyinadigan ulug' xotini bo'lgan men qolganimizning ko'nglidagi to'qalni topa olganligi uchun sevinib ketdim. Qolganning yangi olgan to'qallar uchun yangicha tayyorlayapman dedi deyman. Ulug' xotin maqsadlarini xato tushunmaganman. To'g'ri tushunibsiz. Qolganga shunday davring. Yaylaq tın öpken şamalda Talavli boyetler yo'qolgan Bulup ney süt çaydek lezzetlik nakşam Seni
Senin kalbimde saklanıp kalgan Dağ üstüde tutkan bu makan Senin bilen buldu bir payan Tar kaldı şöhret barca iqlimga Çupalla kalbide aman o yolga